Buyuk Britaniyada 75 yoshli Dave Richards avtohalokatdan so'ng yuzini yarim yo'qotgandan keyin 3 ta printer yordamida yaratilgan yuz proteziga ega bo'ldi, deb yozadi Mirror. 2021-yilda sodir bo'lgan og'ir yo'l transport hodisasi natijasida erkakning yuzi jiddiy shikastlangan. Shifokorlar uning hayotini saqlab qolish uchun bir necha murakkab operatsiyalarni amalga oshirdi. Tiklanish jarayonida Richards Reconstructive Prosthetics markaziga 3 ta skanerlash asosida individual yuz protezini tayyorlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Zamonaviy 3 ta texnologiyalar bemorning teri, soch va ko'z rangiga to'liq mos keluvchi tabiiy ko'rinishga ega protezni yaratishda yordam berdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bosib chiqarishda ishlatilgan materiallar teri uchun xavfsiz bo'lib, uning tuzilishini taklid qiladi. Richardsning so'zlariga ko'ra, yangi protez unga avvalgi qiyofasini va o'ziga bo'lgan ishonchini qaytarishga yordam bergan. Syurixdagi Shveysariya oliy texnika maktabining Minerva kompaniyasi diabetik neyropatiyadan aziyat chekadigan bemorlar uchun Leia nomli innovatsion paypoqlarni ishlab chiqdi. Qurilma oyoq sezgirligini elektr neyrostimulyatsiya yordamida tiklashga mo'ljallangan. Leia paypoqlari bosim datchiklari, sun'iy intellektli protsessor va to'qimaga tikilgan elektrodlar orqali har bir qadamni tahlil qilib, asab tolalariga elektr impulslarni uzatadi. Bu oyoqning yer bilan aloqasini his qilishga, qayta tiklashga yordam beradi. Loyiha AQShning oziq-ovqat farmatsevtika idorasi tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Klinik sinovlar yaqin oralarda boshlanishi, mahsulot esa 2027-yilda sotuvga chiqarish rejalashtirilgan. Amazon yetkazib beruvchilarga mo'ljallangan Amelia nomli aqlli ko'zoynaklarni ishlab chiqdi. Qurilma ichki displey, kamera va sun'iy intellekt yordamida haydovchilarga yo'lda navigatsiya, paketlarni skanerlash va yetkazib berishni tasdiqlash imkonini beradi. Bularning barchasi telefon ishlatmasdan amalga oshadi. Ko'zoynaklar mashina to'xtaganida avtomatik yoqiladi, har bir manzil bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beradi hamda noto'g'ri joyda qoldirilgan posilkalar yoki xavfli sharoitlar haqida ogohlantiradi. Qurilma almashtiriladigan batareya, suratga olish tugmasi va favqulodda xizmatlarni chiqarish funksiyasiga ega. Qurilma almashtiriladigan batareya, suratga olish tugmasi va favqulodda xizmatlarni chaqirish funksiyasiga ega. Shuningdek, linzalari yorug'lik darajasiga mos ravishda avtomatik o'zgaradi. Amazonning yangi texnologiyasi hozircha sinov bosqichida bo'lib, 2026-2027 yillarda sotuvga chiqarishi kutilmoqda. Qurilma kompaniyaning yetkazib berish jarayonini avtomatlashtirish va xavfsizlikni oshirishga qaratilgan eng so'nggi innovatsiya sifatida taqdim etilgan.